Qo'ylu mana 2 kishi. Qo'ylu. Shirin qizim, hozir bitta odam olib yuramiz, ha? Adajon, bitta klient topasiz, marjina berasizmi? O'zimi marjina yegisiga qismda, hozir. O'g'li yo'q-da, qizini olib yuribdi. O'g'li bo'lishini hammaga emas-da. Mana, marjina olib keldim, qizim. Voy, Adajon, rahmat. Chozga bering. Voy, ona qizim o'zim mana o'ylagan. Men qizim olib qo'y. Adajon, bu bilan to'ldi, yuri ovqatlanishga boramizmi? Nima yegish qo'ydi, nima olib bering? Shashlik Adajon. Birinchi boshini o'ziga bering. Ol, men ovqat yeganman, qizim, ol. Qiz farzandga qancha mehr bersang ham o'g'ildek bo'ladi. Qiz farzand o'zi nimaga kerak? Qizim, Qaysi kurunchi beradi, jon? o'zim olinib ketay, qizim. Hammasini ber. Orbeli qo'sha, assalomu alaykum. Ha, qo'shni o'g'li borligiga havas qilib qizingizni aylantirib yuribsizmi? Adajon, turing, kiriga chiqamiz, arenda to'lashimiz kerak. Turing, choydan biladim, chuvalamiz. Dam olmaysanmi? Unaqada charchab qolasan-ku. Men hecham charchamayman, lekin hamma siz ustingizdan o'g'il yo'q deb kulishadi. Mani o'g'il boladan ham kuchim ko'p, lekin qiz bola bo'lib tug'ilganim mani aybim emas-ku. Hammasi Xudodan-ku. Nimaga unaqa deysan, qizim? Seni 10 o'g'il yarishgan. Sen meni jannatga kalitsan. Sendagi odam degan qizni ko'paysa. O'zim. Olam shodliklari sendadir qizim.